Atigi 25% boshlang'ich to'lov bilan naq 6 ta o'rindiqli haqiqiy oilaviy avtomobil Kia Carens. Kia Carens haqiqiy oilaviy avtomobil. 1.5 atmosferli motor, 100 km ga 6,5 litr benzin sarfi, 6 o'rindiqli avtomat korobka, cruise control, konditsionerlar har bir qator o'rindiqlar yonida joylashtirilgan. Tunnel datchigi, ya'ni faralar qorong'u bo'lsa avtomatik tarzda o'zi yonadi. Monitorda multimedia boshqaruvi va orqa kamerani ko'rsangiz bo'ladi. Orqa o'rindiqlar uchun alohida USB Type-C portlar o'rnatilgan. O'rta o'rindiqlarni elektron boshqara olasiz. Birgina tugma orqali yig'sangiz bo'ladi. Boshlang'ich 25%, ya'ni 79 million so'm bilan muddatli to'lov yoki rassrochkaga xarid qilsangiz bo'ladi. Kia, movement that inspires.